Xonimlar va janoblar, barchalarga ma'lum insonlarda bir-biriga bo'lgan muhabbati bor. Xuddi shu holat hayvonlar o'rtasida ham uchrab turadi. Ko'ramiz navbatdagi sahna ko'rinishi otlarda bir-biriga bo'lgan muhabbati. Marhamat. Bugungi konsertda neni kutyapsizlar? Bugungi konsert xudo xolasa zo'r bo'ladi. Holat jamoasini anchadan beri taniymiz. 2016-yilda chempion bo'lgan. Ana endi rivojlanib, chetlarda konsert berishyapti o'zimiz Andijonda. Og'alar komandasina yegulik talab qilsangiz. Yegulik deb so'rayman, tushib. O'zbekcha gapiring. Üç yildan beri ketma-ket har yili bir marta bo'lsa ham konsert qo'yishga muyassar bo'lyapmiz. Albatta bunga Xudoga shukr qilamiz. Ustozlarimizga rahmat. Eng avvalo mana bizni qo'llab-quvvatlab turgan Toshkentda bo'lamizmi, Andijonda bo'lamizmi, shu Qirg'iziston Respublikasida bo'lamizmi, qayerda bo'lsak ham bizni qo'llab-quvvatlab turgan muxlislarimizga rahmat aytaman. Og'alar jamoasining konsert dasturi hisob bo'yicha 3-konsert dasturi. Bu safargi konsert dasturimiz o'tgan safargi konsert dasturlarimizdan ko'ra ancha tubdan farq qiladi. Birinchidan odamni soni bo'yicha yangi jamoaga aytaylik rezidentlar olganmiz, yangi ishtirokchilar olganmiz. Keyin hazillarning sifati ham, hazillarning kачествоsi ham o'tgan safargi konsert dasturlarimizdan tubdan farq qiladi. Inshaalloh bugungi konsert dasturimiz bomba bo'ladi. Men sizlarga va'da beraman. Bolalar, shu muxlislarga qiziqda. Komandamizda qiz bola yo'q-ku. Qiz bola rolini o'ynaylik, ha? Voy. Tomin ketib qopti edi. Biz komandaning nomi nima? Og'alar. Og'alar nima degani? Akalar. Akalar bular akaxonlar. To'g'ri. Akaxonlar bular bratanlar. Bratanlar bular ko'chalar. Ko'chalar bular boshliqlar. Boshliqlar bular hokimlar. Hokimlar qayerda o'qigan? Bizning institut Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalari instituti. O reklamaga gap yo'q. To'g'ri. Bilib qo'ygan. Bizning institut. Bizning institutdan unaqa qiz bolani rolini o'ynaydigan bolalar chiqmagan. Qiz bola dedilar-ku, sevgan qizim esimga tushib ketdi. Hammani oldida aytib qo'y, men sevgan qizimni sigaretga o'xshataman. Bekor qilsan. Sigaret pipasi tugab qoladi-yu. Zato pachkada 20 ta bo'ladi-yu. Sigaret? Mana men sevgan qizimni nosga o'xshataman. Nimaga? Yes, nos achchiq-ku. Zato uni chehosiz birov chekishini birab deb aytdi. Men sevgan qizimni o'zimga o'xshataman. Sevgan qizing xunuk-ku. Menchi, Shu xohlagan joyga kamera qo'yib oladigan akalar gap yo'q. Nimaga? Bak gapirsang ham gap ta'sir qilmaydi-da. Biz Qirg'izistondan keldik, Sherzod Dosmuko'z. Atayin shu og'alarning konsertini og'alar komandasi bilan biz yaxshi og'a inilerdemiz. Sebebi og'alar komandasi bizga Qirg'izistonga ko'ngilli yigitlarga chiqib o'ynaydi. Anan shunday jeka konsert berib o'tamiz, kelingizlar deb chaqirdilar. Og'alar komandasındagi Doniyor ukamiz bilan yaxshimiz. Alisher ukalarimiz bilan yaxshimiz. O'sha Alisher chaqirdi, keldik. So'nim bo'ldi konsert. Komandaga iyilik qalaymiz. Dag'i da buyursa, bundan da yaxshi konsertlarni kutamiz. Biz har doim ikki mamlakatning intimog'i, ikki mamlakatning yoshlarining intimog'i önüp ölçüyversin. Biz jalpa Qirg'izistonning yoshlarining atidan iyilik qalaymiz.
Bizda o'sha og'alar komandasining go'rmoni bo'lamiz. Haqlik bo'lsin, ustunlik bo'lsin bilan kelib qoldik. Konsert abdan yaxshi bo'ldi. Daha endigisinde daha konsert berse biz kelganga tayyormiz. Alisher, keyin konsertga da chaqirib ham bo'lamiz. Bitta gap aytay, shunchalik ijodimizni ko'p o'rnida ko'rib, birgalikda yelka-melka turganlarga kattakon rahmat aytaman. Hamda komanda a'zolarimga minnatdorchiligimni bildiraman. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonim musofir bo'lsin. Mana shunaqa bayramlarda sizlar bilan diydor ko'rish doim nasib qilsin. Rasul chiqib yotibdi. Kim bu? Bu anovi. Sesdan kelibdi bu. Qayerdan bilding? Hali kichkinaligimda ses kino ko'raman-ku. Nima? Qanaqa kino? Nima? Ses doktorlar haqida kino ko'raman deyapman. Shuni Nimcha hiding bemaza seni. Nimaga aka, maza-yu? Ha, bo'pti, voy, hidingga uchrasa bo'ladi, uka. Ustingni qara, ahvolni, sen chiroyli kiyim, menga o'xshamday oppoq kiyimlar kiyib yurgan ukam, deb chiroyli bo'ldi. Ye. Orqangizga urdirgan ekansiz aka. Nima deyapsiz? Nima deyapsiz? Mana bittasi bunday qilib uribdi. Mana o'sha ikki turdirdingiz bilmasak. Bugun konsert juda ham zo'r bo'ladi. 2 kun o'tdi, 2 kun ham juda ham zo'r bo'ldi. Omad deyim, omad tilayman. Bolalar zo'r deb. Bolalar juda ham zo'r, kuchli. Mana shu bolalar zo'r xullas, omadini bersin. Rahmat bu bolaga. Faqat Andijonda emas, boshqa viloyatlarda ham kerak bo'lsa, xudo xolisa mana shu Toshkentlarga borib, mana shu muxlislarimiz qo'llab tursa, Toshkentda xalqlar do'stligi san'at saroylarida konsert berish niyatlarimiz bor. Albatta kelajakda xudo xolasa Og'alar jamoasini ilk chiqishlarini kuzatib borganmiz. Mana hozirgi kunga qadar ular jamoasiga fikrimiz ijobiy. Hozirgi bo'ladigan tadbirdan biz albatta pozitiv kayfiyat olamiz degan umiddaman. Og'alarga omad tilayman. Kim urdi ona? Sen urdingmi? Yalangayalar. Kim urdi ona? Ko'z aynayib. Öyle emasdan gapirma. Memellaganing urganda. Men urdim desa nima qilasiz? 1 2 3 4 5 5 deng. Xolos. Nima qilasiz? Men urdim nima-yu? Vertolyot parraga tegib ketdi nima? Tars qaqqan umurtqa pog'oning qada. Nerv sisteming qada. Qonlar chachirab, men Bruce Lee taniyman. Taniyman men. Bruce Lee'ni, o'sha Bruce Lee'ga ham shunday lop chiqqanman, men shunday turmanda. Brusam, ya Brus, no ya тебе боюсь devor. Og'alar jamoasiga 7 yil to'ldi, adashmasam 7 yil bo'ldi. 7 yilda juda ham ko'p musobaqalarda qatnashdi, yutuqlarga erishdi. Mana masalan 2016-yil Quvnoqlar va zukkolar ko'rik tanlovini respublika bosqichida birinchi o'rinda olgan. Og'alar jamoasi har yili ushbu konsert singari dasturlarni ko'paytirishda va muxlislarga havola etishdan to'xtamaydi. O'z nomimdan, muxlislar nomidan barcha jamoa vakillariga o'z rahmatlarimni bildiraman. Biz Og'alar jamoasi muxlislarimizni juda yaxshi ko'ramiz. Ularning tabassumi, olqishi bizga katta kuch baxshida etadi. Juda ham xursandmiz. Tashrif buyurgan muxlislarni keyingi konsertlarda yana kutib qolamiz.